Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Umar kanali. Xo'sh, akalar, bugun o'zim elangizda ya'ni TikTokga bir video qo'yish niyat bor edi o'zi. O'zim gapirib. Xo'sh, endi sizlar bugun hayit ya'ni bizim musulmonlarda arif qilganda keladigan Qurbon hayit bayramimiz yaqinlashyapti. Sizlarni hammangizni tabriklayman. Hammani umri uzoq bo'lsin, o'ylagan niyatlariga erishsin. Xo'sh, endi bizni mana videoyimda biz ajoyib narsalar qo'shilibdi PUBG'imizga. Mana shu sariq nuqtasiga tushib olamiz. Bu esa PUBG'dan bizga oz bo'lsa-da musulmonlarga sovg'a deymizmi, musulmonlarga kelayotgan bayramiga bir musulmonlikka yaqinlashgan tarzda qilingan ishora deymizmi, nima desak deymiz, lekin ko'ramiz. Xo'sh, sizlar ko'rishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bir ajoyib dumaloq ichidagi bir marosim bo'layotgan joyga o'xshash joy qilishibdi. 4 ta ustunlari bor, monetlarda karamchalar deymizmi, xullas, agar qanday grafika yaxshi bo'lganda chiroyli qilib ko'rsatgan bo'lardi. Hozir suratga hop xayriya qilish birinchi darajaga olamiz. Hali men bilmayman mana shu nimani olishdi nishonlash ekan. Va ana qilganimizdan keyin bu o'sha Pepsi'ga boshqa Xudo xohlasa keyingi videoda aniq mana shu mavzusida gaplashamiz. Sog' salomat bo'linglar.